Hotel va yanada hotel uchun joylarimiz bor. Qani ketdik birgalikda. Eskishahar hotel uchun joylarimizni yanada taqdim qilamiz. 2 sotoga yaqin hovlicha yashab ham bo'ladi. Uylari sredniy remont, 5 ta yashash xonasidan iborat. Orientir, eski glaznoy, raymak va ana shu katta minoramizga 500 metr yaqin, juda ham yaqin, taxminan 500 metr. Azizlar, ikkinchi qavatimizga terrasa katta mavjud va ikkita yashash xonasi bor. Birinchi qavatga tushamiz. Hovlichamiz eski shaharda biz hozir. Hovlichamizni osti podval azizlar. Ana bu yerga yana 1 2 umumiy 5 ta yashash xonasi mavjud azizlar. Mana bu ayvon и yerto'la. Mana bu joyni polni osti yerto'la. Eski xonachamiz, kirish joyi yana bu yerto'laga kirish. Xo'p, va ko'chamiz, fasadimiz. Mana bu ko'chamiz, darvozaxona. Mana bu fasadimiz azizlar. Eskishahar glaznoy to'pxona. Mana bu hovlimiz. Muzaffar aka, ana bunaqa. Ko'chasi keng, gruzavod bemalol. Ha, mana azizlar, ana qo'shnimiz ana shunaqa katta uy vostochniy stilga qurgan, juda ham chiroyli. Ana shunaqa gostinitsa qurasizlar inshaalloh. Ana egasining nomerlarini qo'yamiz, to'g'ridan to'g'ri kelishib, narxlarni kelishgan holda gaplashib, baraka qilib olasizlar. Всех от души уважаем.